Toyota Highlander Limited. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Toyota oilasidagi eng ishonchli SUV avtomobillardan biri bo'ladi. Buni bilasizlar, har doim O'zbekistonga ketma-ketlik bilan chiqarib turamiz. Xo'p, qadrdonlar, bir yana yengilab obzor qilib video qilib qo'yamiz. Ko'pchilik savol beryapti. Hozirgi kunda albatta Xitoyda ham ishlab chiqarilayotgan xuddi shu kuzovdan bor, lekin bu Amerika Qo'shma Shtatlari Indiana shtatida ishlab chiqariladi. Bu arabga bo'ladi. Shuni bitta yoritib, qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tamiz. Kimlar ham yaponskiy stil bo'ldi, как раз obzorga. Hop, qadrdonlar, bu 2.5 motor, atmosferniy motor bo'ladi, gibrid, ya'ni gibrid aralashmasida. Hop, buni ko'pchilik plug-in gibrid bilan adashtiradi. Yo'q, bu o'zini o'zi quvvatlaydigan gibrid motor bo'ladi. 2.5 motor atmosferniy, benzin tanlamaydi. 4 silindrli motor bo'ladi, 245 ot kuchi. Bunda eng qiziq joylardan biri gibrid motorni benzin rasxodi qiziq hammaga. 100 kilometrga qadrdonlar 8 litrgacha benzin sarf qiladi. Internet olamida 5.5, 6 litr bu noto'g'ri narsa, chunki yoz kunlari konditsioner yoqasida albatta yo'lovchilar bo'ladi, bu ham avtomobilga qo'shimcha og'irlik bo'ladi. Shu sababli 8 litrgacha benzin sarflaydi. Qadrdonlar, yana bitta yengilab ketamiz. Head-up display, 360 gradus kamera, slipoy zona, bokovoylarimizda ham obogrev bor, tepa tomlarimizda panorama oyna bo'ladi, sidenlarimizda obduf, obogrev, polosiy udержание, adaptivniy cruise control, radarlarga chom bor. Avtomobilim start-stopda, besporodniy zaryadkaga joy, sidena, pamyat. Avtomobilda eng kerakli bo'lgan hamma komfort shu mashinada mujassam 7 o'rindiqli bo'ladi. Kelinglar bir uyxonaga nazar solib o'tamiz. Polniy elektropaket, hamma narsasi bor deydi. Buni maza qilaman. Mana shu O'zbekistonga olib borganimiz nechta ukalarimiz faqat rahmat eshitamiz. Xo'p, qadrdonlar, 3-qator sidenalarni tushirganimizda uyxona hajmi taxminan 431 litr atrofida bo'ladi. Buni bak hajmi 65 litr bo'ladi. Buni qadrdonlar O'zbekistonga sep toshgan $56.500 ga olib borib beramiz.